Assalomu alaykum talabalar. Navbatdagi darsimiz Xudo xohlasa elektr zaryad, Kulon qonuni, xullas elektromagnetizm bo'yicha darslarni boshlaymiz. Endi 9-chi, 10-chi, 11-chi mavzular shu bo'yicha bo'ladi. Bu ko'proq moddalarning elektr xususiyatlarini, elektr zaryadlari, elektr maydonlari, mana shular haqida gaplashamiz nasib bo'lsa. Xo'p, asosiy rejalar novidan iborat. Elektr zaryad novi, uning saqlanish qonuni, keyin zaryadlarning chiziqli, sirtiy, hajmiy zishliqlari, keyin elektr jihatidan o'zaro ta'sirlashishlar, Kulon qonuni, shu misol uchun kuch bilan ta'sirlashishini ko'rsatadi yana. Keyin elektr maydon kuchlanganligi va induksiyasi, elektr maydon oqimi, bu matematikadagi Astrogradskiy Gauss teoremasining elektr maydon oqimi uchun. Shuning uchun elektr maydon uchun tatbiqi shu Astrogradskiy Gauss teoremasini. Undan keyin elektr maydoning bajaradigan ishi, potensiali shular haqida gaplashamiz inshaalloh. Xo'p. Eng birinchi bo'lib elektr zaryaddan boshlalik. Elektr zaryad novi, elektr maydoni manbasining eng kichkina qismi bu elektr zaryad. Elektr maydoni hosil etadigan eng kichkina manba bu elektr zaryad. Elektr zaryad musbat, manfiy ya neytral bo'lishi mumkin. Musbat bo'lsa demak plusdan elektron zaryadına karrali bo'ladi, manfiy bo'lsa minusdan. Neytral bo'lsa endi musbat, manfiy zaryadlarning yig'indisi 0 bo'ladi unda odatda, to'g'rimi? Hamma elektr zaryadlar elektronning zaryadına karrali. Elektronning zaryadini challaganini bilamiz, -1/6 10 derecesi -19 kulon. Buni shartlar ravishda minus qabul etilgan, qolgan masalan proton shartlar ravishda plus qabul etilgan. Tersini qabul etilsa ham farqi yo'q edi. Tushunarlar? Shunga deng. Biz nechik zaryad olsak ham, qaysi jismdagi nechik zaryad olsak ham, shunga bütün son marta karrali bo'lishi shart. Bütün son marta deganim +2 -2 marta deganingda shuning nechadir marta. Ya 2,5 marta degan son yo'q-da. 2,5 marta karrali bo'lib bilmaydi zaryad. 2 marta ya 3 marta bo'lib biladi. Ya'ni shuningning. Tushunarlar? Barcha zaryadlar elektron zaryadına karrali bu. Demak, endi bu molekulyar fizikada konsentratsiyani bildiradi. Elektrda endi o'zi harflarning belgilanishi boshqa narsalar o'zi. Bu endi deyilamiz elektronlarning soni. Y deyilamiz elektron zaryad, Q deyilamiz umuman shu jismda yengilib turgan zaryad miqdori. Endi zaryad ham saqlanadi. Asosiy saqlanadigan kattaliklardan birisi bu. Massa, energiya saqlanganga o'xshab zaryad ham saqlanadi. Zaryad saqlanish uchun nima bo'lishi kerak? Yana sistema yopiq bo'lishi kerak. Yopiq sistemada tashqaridan hech qanday zaryad berib turmagan, zaryad olib turmagan yoki energiya berib energiya olib turmagan sistema shu. Odatda zaryad berib turmagan. Shu yopiq sistemaga kiruvchi jismlarning zaryadlarining algebrik yig'indisi nishatadi. Ular nechik shaklda ta'sirlashsa ham baribir umumiy holda nishatadi saqlanadi. Tushunarlar? Ikki jism, masalan ikki jism boshqa jismlar bilan oldi-berdi etmaydi. İkkisining masalan birisining -5 elektron zaryad, birisining +5 desak yoki +6 desak, ikkisining umumiy zaryad miqdori plusdan 1 edi, to'g'rimi? Ularda ikkisi bo'lsak ham shu baribir plusdan 1 qoladi. Ana shuningning narsa. Xo'p. Zaryadning saqlanish qonuni ham shu oldingi nalagina o'xshaydi saqlanish qonuni. Yopiq sistemaga kiradigan jismlar o'zaro zaryadlarini bo'lashib olsa ham novusini etmaydi, umumiy yig'indi o'zgarmaydi. Shuni biz navda aytamiz, zaryadlarning saqlanish qonuni deb aytamiz. Xo'p, endi jismlarga zaryad bergan vaqtida nechik shaklda zaryadlanadi? Agar jism metal bo'lsa, masalan metal bo'ladigan bo'lsa, uning sirti bo'yicha joylashadi. Uçlu joylarında zış joylashadi, keng joylarında ya to'mpak joylarında az joylashadi. Zaryadning konsentratsiyasi. Umuman biz ham masalalarda ishlayajak vaqtlarimizda, hisob kitoblarimizda soddalashtirish uchun 3 dona zishlik tushunchasini kiritamiz. Bular zaryadlarning chiziqli zishligi,
chiziqli jilishlik degani uzunlik bo'yicha nechik taqsimlangan. Har metrini necha kulon zaryat joylashib turibdi degan ma'noni bildiradi. dq dl. dq deganlarimiz elementar zaryat, dl deganlarimiz elementar uzunlik. dq dl deganlarimiz ana shuning. Agar tekis taqsimlangan bo'lsa, q bo'lingan l deb yozsak ham bo'ladi. 10 kulon 3 metre taqsimlangan desa 10 bo'lingan 3 deb yozib ketaversak bo'ladi. Keyingisi sırt bo'yicha nechik taqsimlangan. Masalan, nechikdir yuza bo'yicha zaryatlar taqsimoti bo'ladigan bo'lsa, ana shu zaryatlarni nechaytamiz? Yuzaga bo'lamiz. Shunda biz onu topamiz, onun zaryatlarning sirtiy zishligini topamiz. Birligini o kulon taqsim metr kvadrat. Zaryatni birligi kulon, yuzani birligi metr kvadrat. Tushunarlar? Undan keyingisi hajmiy zishlik. Ya'ni bütün hajm bo'yicha nechik taqsimlangan degan savol. dq dv. Ya'ni qni v-ga bo'lish kerak. Shuni biz nodab aytamiz, zaryatlarning hajmiy zishligi deb aytamiz. Xo'p, endi masalan, sterjen bo'lsa, masalan, provoda bo'lsa, boshqa bo'lsa, nechik taqsimlanadi shu zaryat bergan vaqtlarimiz sirti bo'yicha notekis taqsimlanadi. Hamisha sirti bo'yicha notekis taqsimlanadi. Sharda sirt bo'yicha tekis taqsimlanishi mumkin. Hajm bo'yicha taqsimlanish ham bu yerda masala. Chunki uni o'ylanib ko'rish kerak. Sababi agar metal sharcha bo'ladigan bo'lsa, uning ham zaryatlar faqat sirtinda yig'iladi. Markazlarida, ichlarida zaryat bo'lmay qoladi. Masalaning ayrimlarında hajm bo'ylab tekis taqsimlangan deb yozsa, demak hajm bo'yicha taqsimlanish uchun misol yetish kerak bo'ladi. Sirti bo'yicha joylashgan desa, sirti bo'yicha joylashganini moslashtirib yechiladi misollar. İkisinde ikki xil fizik holat yuzaga keladi. Shunga diqqat etasizlar. Tushunarli. Endi elektr zaryatlarning o'zaro ta'sirini gaplashamiz. Elektr zaryatlar o'zining atrofida elektr maydon hosil etadi. Biz ham buni aytdik. Endi ular o'zaro masofadan turib nishatadi, ta'sirlashadi. İki dana zaryat, agar ikkisi ham musbat zaryat bo'lsa ya ikkisi ham manfiy zaryat bo'lsa, demak itarishadi bir-birini. Agar birisi musbat, birisi manfiy bo'lsa, tortishishadi. Bize gravitasyon gücü o'tganda massaga ega bo'lsa bo'ldi, o'zaro tortishaveradi dedik. Itarishish yo'q edi. Nada zaryatlarda ikkisi ham musbat bo'lsa ya ikkisi ham manfiy bo'lsa, ishorasi bir xil bo'lsa, demak ular itarishadi. İkkisi ham birisi musbat, birisi manfiy bo'lsa ikkisining, demak unda tortish gücü yuzaga keladi. Ana shu gücü nishatib hisoblaymiz, Coulomb qonuni orqali hisoblaymiz. Epsilon 0 deganlarimiz elektr doimiy, yine qiymati yine bir de berilgan. R deganlarimiz ana shu bir zaryatdan ikkinchi zaryata yo'nalgan vektor, radius vektor desak bo'ladi. Q1, Q2 birinchi, ikkinchi jismlarning novsi zaryat miqdori. Ana shuni aytib, Coulomb qonuni shu Coulomb qonuni bo'yicha biz demak nishatishlarimiz mumkin, hisoblashlarimiz mumkin. Xo'p, endi elektr maydon hosil etdi, zaryat bor, bir-birisi bilan ta'sirlashishini bildik. Agar jismga bersak, nechikdir taqsimot bo'yicha taqsimlanib zishlashishini bildik, chiziqli, sirtiy, hajmiy. Endi elektr zaryatning atrofidagi elektr maydoning xususiyatini o'rganmoqqa boshlaymiz. Bu elektr maydoni xarakterlaydigan asosiy kattaliklardan birisi bu elektr maydon kuchlanganligi. Elektr maydon kuchlanganligi deb nima aytamiz? Bize ana shu elektr maydona bir kulon musbat zaryat keretgan vaqtlarimizda shu zaryatdan nechalik güç bilan ta'sir etib biladi bu maydon. Ana shuni bize elektr maydon kuchlanganligi deb aytamiz. Umumiy holda Q zaryat miqdori keretganlarimizda elektr maydoni unga F güç bilan ta'sir etib turgan bo'lsa, bu'dagi elektr maydoni bize F bo'lingan Q degan formuladan demek topamiz. Tushunarli? Aslında gücün birligi Newton, bunun birligi Coulomb. Newton'u Coulomb'a bölgenimizi saddalaştırıp öpkesek volt taqsim metre geladi. Tushunarli? Volt bo'lingan metr. Elektr maydonning asosiy birligi yine shunga keladi. Tushunarli? Endi elektr maydon kuchlanganligidan tashqari yana bir xususiyat bor, elektr maydon induksiyasi degan.
Yani olan baribir şu elektr meydanın güç xarakteristikasini ifadelaydigan narsa elektr akımı hesaplaganda köpinçe şu elektr meydan induksiyasi bilan hesaplasha to'g'ri keladi. Elektr meydan induksiyasining bulan vektor kattalik, elektr meydan kuchlanganlik ham vektor kattalik deb. Xo'p, elektr meydan induksiyasi deb nima aytamiz? Endi shu D-ga. D deganlarimiz, demak epsilon bu muhitning dielektrik singdiruvchanligi deb aytiladi. Epsilon 0 o'zimiz bilgan doimiy 8,85 derecesi minus 12 farad bo'lingan metr. Ina bu Y deganlarimiz elektr meydan kuchlanganligi. Ina bu buni hozir shu elektr meydan induksiyasi boshqasi nima kerak bilasizlarmi? Elektromagnit to'lqinlari o'tgan vaqtlarimizda bir muhitdan ikkinchi muhitga o'tganda sinib o'tadi-ku. Ana shu sinishi nishatib sodir bo'lishini ina shu elektr meydan induksiyasi, elektr meydan kuchlanganligida elektromagnit to'lqinlar uchun ham yoziladigan bir narsa. Ana shu holatda ham ishlashingiz mumkin. Bu bir. Ikkinchisi, Maxwell tenglamalarini o'tgan vaqtlarimizda magnit meydan bilan elektr meydan bir-birisidan nishatib aylanishini ko'rsak, vaqtida elektr meydan induksiyasi ishlatiladi. Tushunarlar? Xudo xolasa bularni keyingi darslarda ko'ramiz. Bular nasib bo'lsa, keyingi semestrdan bo'lmaning darslari ularda qaraymiz inshaalloh. Xo'p, endi elektr meydanning aqimi bor. Elektr meydan aqimi deb nima aytamiz? Ina buni aytamiz, F bilan belgilaymiz. Ina bu integral yopiq sirt bo'yicha degani. Bu yerda S turibdi, keyin bu yerda tumalak integral turgan bo'lsa, yopiq S sirt bo'yicha integral, ya'ni ina shu vektorlarning yig'indisi deganidan bu. Bu integralni nishatib hisoblashni hali tushuntiramiz. Hisobda, kalkulusda, oliy matematikada ko'rsangiz bo'ladi bu narsani. Yopiq sistema bo'yicha, yopiq sirt bo'yicha, yopiq chiziq bo'yicha, yopiq hajm bo'yicha integrallar bor. Ular 2 karrali, 3 karrali integrallarga nishatib o'tiriladi, nishatib hisoblanadi. Ustozlaringizdan so'rab olsangiz bo'ladi. Agar dim bo'lmasa, mening o'zim ham bir ko'rsatib berishim mumkin. Arada bir ne bo'lgan vaqtında. Maslahatim o'zingiz bir qarab olinglar. Yopiq sirt bo'yicha integral, yopiq hajm bo'yicha integral deb internetdan qidirib ko'rsangiz ham bo'ladi, matematika kitoblardan qidirib ko'rsangiz ham bo'ladi. Ana endi shu narsani biz navoga tatbiq etamiz, elektr meydan aqimini tatbiq etamiz. Astrogradskiy Gauss teoremasi degan teorema, bu matematik teorema. Sirt bo'yicha aqimni hajm bo'yichaga almashtiradi, ya bo'lmasa hajm bo'yichani sirt bo'yichaga bir-birini almashtirib beradi. Ya'ni integrallash qoidasini chiqargandan bu Astrogradskiy Gauss ikkisi alohida olimlar. Ana shuni biz elektr meydan aqimi uchun tatbiq etsak, nima sodir bo'ladi? Yine yopiq kontur, ya'ni yopiq sirt bo'yicha yine bu y'laring aqimini hisoblab chiqsak, elektr meydan kuchlanganligini aqimini hisoblab chiqsak, ana shudagi zaryadlaring epsilon 0'a nisbatına denk bo'ladi ekan. Ya bo'lmasa epsilon 0'ni bu yon tarafga ko'paytirish etib o'tirib integralning ichine kiritsam, yana biza bu yon tarafda bundan eldinkida bu formula bo'yicha epsilon 0 ko'paygan y d-ni beradi-ku. Ana shu d-ning aqimi yuzaga keladi bu yerda. Elektr meydan induksiyasining yopiq sirt bo'yicha aqimi, demak, shu sirt bilan chegaralangan hajming içinde joylashgan zaryad miqdorini beradi. Tushunarlar? Demak, yopiq sirt bor, shuning ichida zaryadlar bor. Tashqariga elektr induksiya aqimlarini, vektorlarining yig'indisini topib chiqsak, ana shu sirt bilan chegaralangan hajming ichindagi zaryadlarning yig'indisini demak beradi ekan shu teoremasini. Bu dum ko'p qo'llanadi. Ayniqsa elektr meydan kuchlanganligini topchaq vaqti berilgan zaryadga qarab turib, shu qoidaning o'rinli ekani dum ko'p ishlab chiqaradi. Elektr meydonlari hisoblash mumkin bo'ladi. Misol uchun uzun cheksiz zaryadlangan tekislik bo'lsin. Tekislikning har ikki tarafida ana shu Astrogradskiy Gauss'ni tatbiq etsak, sigma bo'lingan 2 epsilon 0. Epsilon deganlarimiz bu muhitning dielektrik singdiruvchanligi, shu tekislik qaysi muhitda joylashgan bo'lsa, sigma deganlarimiz bu ana shu nedagi zaryadlarning sirt zichligi, ana shu tekislikdagi. 2 dona tekislik cheksiz bo'lsa, orasida noldan, tashqi qismida noldan, orasida inamunga teng bo'ladi. 2 tekislikning orasida eminning ikkisining ham tashqari qismlarida y tashqi teng 0 bo'ladi umumiy holda. Tekis zaryadlangan sfera
tekis zaryatlangan sferanın içinde Y teng 0 bo'ladi. Bulam Astrogradskiy Gauss teoremasından gelip çıkadı. Yani bundan işe deydi. Mesela beladin sfera yasap taşkarısından zaryat versek içerisine girip otursan seni tok vurmaydı, zaryatlanmıysan. İçinde elektrik ötmeydi de yani bu da elektrmeydan təsir etmeydi sana. Xo'p, Y taşkı deyilərimiz bolsa sferadan taşkarıda. Sferadan taşkarıdaki noktalarda maddi nokta hasıl etib turgan elektr meydana oxşaydı. Sferanın hasıl etib turgan meydanı. K deyərlərimiz elektr daimi 9 köpək 10 dərəcə 9-dan. Q deyərlərimiz sferanın zaryat miqdarı. R deyərlərimiz bu sferanın mərkəzindən aşıq bizə qarab turgan nöqtəgacha bo'lgan masofa. Tushunarlar? Xullas şar üçün ham hisoblasa bo'ladi. Chiziqli zichligi ma'lum bo'lgan cheksiz uzun silindr uchun ham hisoblasa bo'ladi. Shularning hammasi Astrogradskiy Gauss teoremasidan kelib chiqadi. Bularni o'zingiz bir qarab qo'ysangiz bo'ladi bu oddiy formulalari. Birma-bir aytib berib o'tirishim menimcha ham shart emas. Xo'p, endi keyingi elektr meydanın xususiyatlarini ifodalaydigan yana bir kattalik bu elektr meydan potensiali. Elektr meydan potensiali birlik, yani bir kulon zaryatı, müsbət zaryatı aşı meydana giritgan vaqtlarımız neçəlli potensial energiyaga ega bo'lishini ko'rsatadigan kattalik bu elektr meydan potensiali deb aytiladi. Meydanın ana şu qaralib durulgan noktasına giritsek bir kulon zaryatı ana şöyle neçəlli potensial energiyaga W potensial deyilamiz. Potensial energiyaga ega bo'ladi. Ana şunu göstərdiğini şu phi degan kattalik, yani elektr meydan potensiali. Bu potensial skalyar kattalik. Skalyar kattalik bo'lgandan keyin agar 3-4 dana zaryatın hasıl etib turgan bir noktadaki potensialini hisoblajak bo'lsak, hammasini alohida hisoblab keyin qo'shib versak bo'ladi. Tushunarlar? Phi 1 plus phi 2 plus phi 3 etib aytsan, necha dana bo'lsa, shu hammasini algebriskiy plus minusini hisob olib qo'shib tashlasak, shudaki elektr meydan potensiali chiqaveradi. Xo'p, elektr meydan kuchlanganligi bilan potensiali bir-birisi bilan shunday bog'liq. Bu degani elektr meydanın ma'lum bir siljishdagi o'zgarishi bu navni beradi, meydan potensialini beradi. Umumiy holda buni biz navda aytamiz, elektr meydan kuchlanganligi bu navi ina shu phi degan potensial eng tez o'zgaradigan yo'nalish bu. Gradient degani gradient. Bu operator bu. Yine şöyle görsangiz bo'ladi operatorni ishlatib hisoblanacaqini. Potensialdan x bo'yicha hosila, keyin y vektor, potensialdan y bo'yicha hosila, keyin g vektor, potensialdan z bo'yicha hosila, keyin z oqi bo'yicha yo'nalgan birlik k vektor. Ana shuni yetib kelib ondan qo'ysangiz, endi shu yeni beradi shu. Xo'p, potensiallari teng bo'lgan nuqtalar ekvipotensial sirt deb aytamiz. Ekvipotensial sirt degan tushuncha bizlarga nima uchun kerak? Shu ekvipotensial sirtda aylanib yurgan nima uchun? Zaryat uchun bajarilgan ish naviga teng 0 teng bo'ladi. Sababi delta phi teng 0. Ya'ni potensiallar farqi 0 bo'ladi. Shuning uchun bajariladigan ish ham 0 bo'ladi bu yerda. Xo'p, endi nuqtaviy zaryatning hosil etib turgan potensiali, tekislik hosil etib turgan potensial, sfera hosil etib turgan potensial, ular hammasini o'zingiz ko'rib olaverasizlar bedagi formuladan. Endi dipol degan narsa bor, elektr dipol degan narsa bor. Elektr dipol degani nima? Boshqa zamanda tushuntirayin. Bir musbat, bir manfiy ikkisi bir-birine qattiq bog'langan sistema bo'lsa, biz shuni elektr dipol deb aytamiz. Ana shu elektr dipolning hosil etib turgan elektr maydoni, elektr potensiali ini shuningdan hisoblanadi. R plus deganimiz biza qarab turibmiz-ku bir nuqtadagi potensialini. Shu elektr dipolning plus zaryatidan biza qarab turgan nuqtaga borinchaga masofa. R minus deganimiz shu elektr dipolning manfiy zaryatidan biza qarab turgan nuqtagacha bo'lgan masofa. Umumiy holda agar uni taxminan ikkisi bir-birine yaqin bo'ladi, bularning deb hisoblasa R kvadrat. Shu dipolning o'rtasidan ketgan masofani R deganlarimiz. Bu P deganlarimiz dipol momenti deb aytiladi. Dipol momenti dipolning zaryatini arasındaki masofa, shu plus minus 2 zaryat bor, shuning arasındaki masofaga ko'paytirganlarimizda teng bu dipol moment. Dipol moment ham vektor kattalik. Tushunarlar? Xo'p, endi zaryatlarning o'zaro ta'sirlashish potensial energiyasi bor. Xuddi gravitatsion potensialga o'xshab, balam
Fakat ibide elektr daimi duradi. Gravitatsiyadikinde gravitasyon daimi duradi. İbide zaryatla duradi. Bunda anırkinde gravitasyon potansiyalda massa duradi. M1 Bir de zaryatlar Q1 Q2. Bir de elektr daimi. Bu zaryatlar arasındaki mesafe. Bu özara təsirləşiş potensial energiyası də aytılады. Ana şu potensial energiyanı özgərtirən güc, elektr meydanının gücü, becərən iş, olan iş potensialların ayırmasına dəng oladı. Çünələ, ana inişinin nərsələri əsasən bugün gəpləşi, şu mövzuda gəpləb aytıb bərişi ricələşdirmədim. Əgər bir də düşünməçiliklə bolğan bolsa, səl tez-tez gəpləb ötüb gitgən bolsam, üzərinizə bilgiləb qoyub, Zoom sırasılarda soru versənizə boladı. İnşallah aşı vaxtı yenə bətəfsil olaraq cavab verişə hərəkət etəmiz, düşünməçiliklə bolsa. Məsələlə işləyəndəm, qarab, diqqət edib, məsələn, birinci əməli bolsa, birinci məruza dərsinin slaydındakı formulalarda işləyirlər. 2 bolsa 2-ni 2, 3 bolsa 3-ni 2 və kaza. 10 bolsa demək 10-cu əməliyinikini 10-cu dərs slaydından faydalanıb işləsənizə boladı əməli tapşırıqlar işləyən vaxtlarınızda. Düşünərlər. Məsələn, indi videonun vaxtını çözüb oturmayın. Videonu toxtataman, sağ olunlar, salamət olunlar.